Ana shundan keyin aniqlashtirib olsangiz, u, eee, amalga oshish ehtimoli 90% ga oshadi. Hop, biz yo'qmizmi shunda deb. Mmh. Biz yo'qmiz aslida. Yo'qmiz qaysi ma'noda? Tanamasmiz просто. Bormiz, tanamasmiz. Tana bizga mana shu yerda yashash uchun, shu joyda tajriba orttirish uchun kerak. Mmh. Farqi yo'q, yig'lasangiz ham bo'ladi. Aynan baqiring demayapman. Aynan man aytgan narsani xuddi shunaqa qilishingiz shart emas. Nimadir g'oyalar, fantaziyangizni ishga soling-da. O'zingizdan kelib chiqib, antiqa nimadirlar qiling. Agar xuddi otamizdek insonni xohlasak, xuddi onamizdek yashaymizmi, ularga o'xshashni istamasak ham? Eee, ha, shunday. Chunki agar onangizdek bo'lishni xohlamasangiz, bu degani bo'ladi, nimadir sizga o'sha nimadir yoqtirmaysiz, xohlamaysiz, lekin yetmagansiz sababini. Chunki agar sababini yechsangiz farqi yo'q bo'ladi-da. Baribir sizni xohishingiz ota-onangiznikidan boshqacharoq по-любому. Chunki, yildan-yilga rivojlanyapmiz, avlodlar har doim ajdodlardan aqlliroq ko'proq narsa xohlaydi, boshqacharoq hayot yashaydi-ku. Hayot ham rivojlanyapti, texnologiyalar chiqyapti misol uchun-da. Gap unda emas. Просто mana yechilmagan dasturlar bo'lsa, otangizga nisbatan yo onangizga nisbatan qanaqadir nafratlaringiz yoki qayerdadir tushunmasdan ularni muhokama qilishingiz, nimaga shunaqa o'zi, nimaga bunaqa yechilmasdan qolib ketadi-ku miyangizda. Ana shu narsalarni ko'chadi hayotingizga. Chunki nimani tushunmasangiz, shuni yashab yurasizda. Tushunmaslik bu savol degani bo'ladi. "Man tushunmayapman shu narsani. Bu nima degani o'zi?" Hayot sizga beradi, "Man yashab ko'rib tushun" deydi. Yashab ko'rib keyin tushunasiz. Agar yashab ko'rishni xohlamasangiz, oldindan tushunib olishingiz kerak bo'ladi. Nima uchun hammasini xuddi mana kiyim taxlagandek joy-joyiga taxlab qo'yishingiz kerak. Nima uchun bo'layotganini. Shunda siz tanlash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Hamma kiyim sochilib yotgan bo'lsa, ya'ni bu nimaga unaqa harakat qilgani? Unga javoban bunisi nimaga bunaqa harakat qilgani? O'zi obshi nimaga bunaqa yashashayotgani savolligicha qolib ketsa, bu degani shkafda kiyimlar tartibsiz degani. Ya'ni miyangizda o'y-fikrlar tartibsiz. Hammasini tartibga keltirish uchun o'zingizda yashab ko'rishingiz kerak bo'ladi. Yashamaslik uchun o'sha hamma kiyimlarni joy-joyiga shkafga qo'yib chiqing. Hop. Vyetnam qachon boramiz debdilar. O'tgan safar aytuvdim. Iyul oyini, oxirlariga yili 15-lariga boramiz dedim. Man hozir bitta ishim bor. Muhim bitta proyekt ketyapti. O'sha narsani где-то 10 kunda joyiga qo'yib olaman. 10 kundan keyin уже, mana shu safar ishlari bilan уже shug'ullanaman. Kiyimlarimni taxlab, shu hamma narsani joy-joyiga qo'yib, shu narsalar bilan shug'ullanaman. Shuning uchun agar kim bormoqchi bo'lsa, o'sha hozirdan to'laqib, o'sha hozirdan harakatinglarni boshlavringlar. Sababi man ketdik deganimda
Tayyormas bo'lsangiz, man ketaveraman, o'zim ketaveraveraman-da. Chunki hozir уже shunaqa o'ylab qo'ydim. So'radinglar, lekin kutyapsizlar-ku to'lov qilmasdan. Man ogohlantirsam, man misol uchun, to'lov qilib qo'yaveringlar, o'sha 3 kun qolganda aytaman yoki 5 kun qolganda aytaman, ketdik deb. To'lov qilib, keyin istaqlab tayyor bo'lib turaveringlar desam ham, "Xo'p" deb uncha e'tiborga olmayotganlar bor. Shuning uchun man o'sha mana bu ishim hammasini shuni 10 kunda joyiga qo'yib, agar manga shunaqa to'g'ri kelib qolsa vaqtimga, o'zim ketvorishim ham mumkin. Yozaman, bo'ldi man ertaga uchib ketyapman yoki ertadan keyin uchib ketyapman deb. Или bir kun qolganda, или o'sha kuni yozishim mumkin. Chunki agar yozmaganlar bo'lsa-da, yozilmaganlar bo'lsa. Shuning uchun bormoqchi bo'lsanglar уже adminkaga yozib, bog'lanib, to'lov qilib, kiyimlaringizni taxlab, tayyor bo'lib turishingiz kerak. Kelajakni tasavvur qilganda, meditatsiyada inson o'zini qanaqa his qilishi kerak? Tashqaridan kuzatuvchimi yoki ichkarida his qilish kerakmi? Deb yaxshi savol beribdilar. Chunki hozir mana o'tmishda eslaganimizda bildikku qanaqa tasavvur bo'lishini. Endi vizualizatsiyada nima kuchliroq ishlaydi? Ya'ni vizualizatsiya qilyapsiz, o'zingiz tasavvur qilyapsiz kelajagingizni. Ichkaridan his qilib tasavvur qilsangiz, hissiyotlar bilan tasavvur qilsangiz yaxshi ishlaydimi yoki prosta kuzatuvchi pozitsiyasida o'zingizni ko'rsangizmi? Hissiyot bilan yaxshi ishlaydi. Ichkaridan. Xuddi mana hozir qanaqasiz ощущениедasiz? Tanangizni kuzating mana. Qo'llaringizga qarang, oyoqlaringizga qarang. Bitta qo'lingizda ushlab turgan telefonga qarang qo'lingizga. Xuddi shunaqa ichkaridan tasavvur qilib vizualizatsiya qilishingiz kerak. His qilishingiz kerak hissiyot bilan. Muzika bunda sizga yordam beradi. Muzika his qilishingizga yordam beradi. Shunda yaxshiroq ishlaydi. Keyin, bitta narsa aytdim. Hozir o'sha paytda davom ettiraman deb yana chalg'ib potok uzilib ketdi. Kelajakka ham analiz qilish mumkin dedim. E'tibor bergan bo'lsangiz gapimga. Agar, shunaqa bir og'ir holatlarga bir, yomon holatga tushib qoladi-ku odam. Или negativniy holat, или deylik, lanj, dangasa bo'lib bir qanaqadir hech narsa yoqmaydigan nimadir holatlarga tushib qoladi-ku odam. Shunaqa paytda bilingki, sizni oldinda qanaqadir yoqimsiz kunlar, yoqimsiz qanaqadir vaziyatlar kutib turgan bo'ladi. Buni yana bir o'zingizda analiz qilib ko'ring. Men endi bilimimga qarab gapiryapman. Bu bilim hammada 100% ishlashi mumkin emas-ku, to'g'rimi? Baribir har xilmiz. Kimdadir ishlamay qolishi mumkin. Просто mani kuzatuvlarim natijasi bu, bilimlarim yig'indisi. Og'ir holatda bo'lsa odam, oldinda kelayotgan kun og'ir bo'ladi. Haqiqatdan o'sha og'ir narsaga qarab ketayotgan bo'ladi, o'sha yerda odamlar tortayotgan bo'ladi, o'sha narsaga bitta tushib chiqishi kerak bo'ladi. Lekin odam o'zini yengil his qilayotgan bo'lsa, ishtiyoq, hamma narsa bor bo'lsa, yashashga qiziqish или prosta yaxshi o'zini prosta yaxshi his qilsa bo'ldi. To'g'ri ketayotganini bildiradi. Analizni shundan ham bilib olsangiz bo'ladi. Oldinda sizni nima kutib turganini. Shuning uchun menda agar bir xil paytda, o'zimni yomon his qilsam, qanaqadir ощущениyalar, nimadirlar hissiyotlar bo'lsa, man sразу aytaman, demak noto'g'ri ketyapman deyman.
Demak, noto'g'ri ketyapman qayerdadir. Demak, men oldinda mana shunaqa og'ir narsa, og'ir kun kutib turibdi. Tanam o'shanga подстраиваться qiladida. Chunki u частота-ku har bir narsani vibratsiyasi bor-a, to'lqin. To'lqinga moslashadida bizni tanamiz oldindan. Men bilaman, og'irlashyapmanmi, demak, oldinda nimadir narsa, og'irroq narsa turibdi. Men tanam o'sha birdaniga резкий ta'sir qilmasligi uchun, vibratsiyamni tushirib, o'shanga tayyorlayapti. Men analiz qilib ko'raman, bu nima bo'lishi mumkin? O'ylab chiqaman, bo'lishi mumkin bo'lgan narsalarni. Bilasizku, misol uchun, yaqinlaringiz xarakteridan kelib chiqib yoki hayotda bo'lishi mumkin bo'lgan vaziyatlardan kelib chiqibda nima bo'lishini taxminan bilasiz. Taxminan analiz qilib chiqaman. Agar xayolimga kelmasa, hech qanaqa variant yo'q bo'lsa, demak, men bilmaydigan nimadir narsa bo'ladi. Analiz ham qila olmasam hattoki. Nimadir narsa turganini bilaman. Keyin men srazu yo'nalishni o'zgartiraman. Demak, men hozir noto'g'ri ketyapman. To'g'ri ketish uchun nima qilishim kerak deyman? Endi mana og'irlashib, nimadir bo'lib yotsa, mana hozir, kasal bo'ldim. Tuzalish protsessimi. Kasal bo'lganim, hop, tanam charchatganimdan ekan. Hop, buni gaplashib oldim, ishlab oldim tanam bilan. Bo'ldi, dama bo'ldim. Yoki bo'ldi, nagruzka bilan harakatlanmayman. Charchaganda dam olaman. Kasal bo'lishim shart emas, tuzalsang bo'ladi endi deb tanam bilan gaplashib oldim. Taningiz bilan har doim gaplashing, u sizga signal berib turadi. Hozir mana aytdim-ku mana. Postda ham ko'rsatdim, yana o'zingiz ham guvohi bo'ldingiz. Taningiz bu alohida narsa. O'sha alohida narsa bilan robotchangiz bilan gaplashing har doim. Xuddi shunday gaplashdim. Bo'ldi, tuzalsang bo'ladi, sani qiynamayman. Tuzalishni boshlayapti tanam. Tuzalishni boshlayaptimi? No, a qayergadir misol uchun, tekshirtirishga masalan doktorga bormoqchiman deylik yoki yana nimadir, restorangami, ovqatlanishgami. Og'ir misol uchun, turgim kelmaydi. Или просто cho'milib chiqishga. Bo'ladi-ku shunaqa cho'milgisi keladi, даже cho'milishga ham kuchingiz bo'lmaydi yo lanj bo'lasiz, turgisi kelmaydi. A? Просто misol qilib keltiryapman. Endi siz o'zingizdagi narsalardan qarab chiqasizda. Misol tariqasida ishlatyapman. Srazu bilan bo'ldi, demak noto'g'ri ketyapman. Даже bitta turib cho'milishga, vannaga kirib chiqa olmayapman, demak qaytadan noto'g'ri ketyapman. Bo'ldi deyman. Bo'ldi, agar tekshirtirishga borishim kerak bo'lsa, больницаga atmay qilaman, bormayman. Tekshirtirmayman. Yo'nalishni o'zgartiraman. Qaysi tarafga yo'nalishni o'zgartiramiz deyman. Qaysi joylarda men baxtli bo'lganman? Qanaqa hissiyotda bo'lganimda, men qanaqa holatda, qayerlarda edim? Eslab chiqaman. Ko'p ощущение baribir chet el bilan bog'liq, turmush o'rtog'im bilan bog'liq, farzandlarim bilan. И singlim bilan ham, onam bilan ham o'sha ощущениyalarni eslab chiqamanda, qaysi birida imkoniyat bor menda o'shani amalga oshirishga. O'sha holatimni eslab, o'shanga moslashaman. Misol uchun yaqinda shunaqa holatda chiqib keldim. Shu narsadan chiqdim. Qanday? Qanday chiqardim? Ya'ni yotibman, lanchman, Imm, hech narsa yoqmayapti. Shunaqa bir og'ir shunaqa holatga bo'lib qoldimda, keyin aytyapman, nimaga bu holatdaman? Demak, noto'g'ri ketyapman. Endi qanday chiqishim kerak? Men qaysi paytda shu qayerga borishim mumkin? Qanaqa qayerda baxtli edim? Esladim ощущениямni и nima esimga keldi? Tashkent City, City Mall. Ya'ni City Mall ichida, aylanganim, kiyimlarni ko'rganim, kiyimlar sotib olganim, nimadir kosmetikalar ko'rganim. O'sha ощущениyalarni esladimda, his qildim, qanaqa erta maza qilib yurganimni, qanaqa aylanish mumkinligini. O'sha hissiyotni tanam eslashi bilan yo'nalish topdi o'ziga. Kelajakka yo'nalish, yo'l chiq. Shunday yo'lcha qo'yiladi-da. Shunday yo'nalish qo'yildi. Kuchi kelib ketdi o'zidan o'zi. Men balki buni murakkab tushuntirib berayotgandirman. Yaxshiroq tushunishingiz uchun-da, bittalab chaynab tushuntiryapman. Srazu kuch keldi, turdim, yuvib chiqdim, borib maza qilib aylanib keldim. O'zimga kelib oldim keyin. Xuddi shunday, qayerdadir, janjalga kirib ketdingizmi, og'irlashib qoldingizmi, negativ holatga o'tib qoldingizmi, biling demak
Oldinda sizni nimadir ko'ngilsiz narsa kutib turibdi. Даже bo'ladida, Eee, og'irlashganimda, kayfiyatim bo'lmay nimadir bo'lsa, ishonasizmi, shu 2-3 soatdan keyin qaysidir yaqinim bilan nimadir yoqimsiz vaziyat bo'ladi. Kuchimni so'rvoladi. Hatto o'shaniyam oldindan tanaga signal beradi-da, oldindan analiz qilaman. Kim bilan qanaqa ko'ngilsiz vaziyat bo'lsin, даже shuniyam oldindan analiz qila olaman, chunki tanamni holatidan kelib chiqib. Shuning uchun butun hayotingiz xuddi shunaqa analiz qilib chiqishingiz mumkin. Hatto sizni 10 yildan keyin yoki 5 yildan keyin nima kutib turganigacha analiz qilishingiz mumkin. Ishonch kerak, albatta bu joyda. Ishonchni bizga nima beradi? Amaliyot, praktika. Ko'p-ko'p praktika qilish kerak. Ko'p-ko'p kuzatishingiz kerak o'zingizni. Mana tanangizni ichida yashaysiz-ku, o'zingizni kuzatmaysiz. Yashayapman deb yashab yuraverasiz. Ну, praktika, tajriba, nimadir eksperimentlar qilib ko'rishingiz kerak. Qanaqa harakatlansangiz, to'g'ri ketasiz. Kimlar bilan gaplashsangiz, energiyangiz ko'p bo'ladi. Kimlar bilan gaplashsangiz, kuchingiz tugab qoladi. Kimga pul bersangiz, barakangiz kesilib qoladi. Kimga pul bersangiz, pulingiz yanayam ko'p bo'lib keladi. Analiz qiling o'zingizni. Kuzating. O'zingizni kuzating. Ana shu sizni Mana shu kalit sizga baxtli hayotga. Chunki o'zingizni kuzatsangiz, qayerda to'g'ri, qayerda noto'g'ri, eee, hammasini bilib turasiz va undan keyingi harakatlaringizni ham oldindan aytib bera olasiz. Praktika hisoblanadi bu. Amaliyot. Qancha ko'p qilaversangiz, o'zingizga bo'lgan ishonchingiz ortib boraveradi. Bitta aytgan gapingiz o'sha momentda bo'ladigan bo'lib qoladi. Misol uchun mana, hm, matrisa kursida o'qiganlar. Prosta o'yladim deydi. O'sha tanishim prosta xayolimga keluvdi. Ko'chaga chiqyapman, o'shani yo'limda uchrabdi, deydi. Prosta eslagandim. Bir kundan keyin o'sha odamni ko'rib qolyapman ko'chada. Или manga telefon qildi deydi. Hamma narsa, sizni ishonchingiz qadar bo'ladi. O'sha nima kuchliroq ishonsangiz, bilsangiz haqiqatdan shunaqa bo'lishi mumkinligini, o'shanda amalga oshadi. Shuning uchun, men nima uchunman o'y-fikrlarimni tozalayapman-ku, meditatsiya qilyapman-ku, faqat yaxshi narsalar o'ylayman-ku, yomon narsa o'ylamayman-ku, birov g'iybat qilmasam, birov bilan negativ suhbat qilmasam nimaga o'xshamaydi, degan savolingizga javob shu: ishonmaysiz chunki. Ishonmasangiz million-millionta praktika qilsangiz ham foydasi yo'q. Faqat ishonish kerak. Misol uchun qanaqa praktikalar berganman shu paytgacha. Oddiy, g'alati praktikalar. O'shani qilganingizda ham natija bo'lgan-ku. Chunki ishongansiz. Natija bo'lishini xohlagansiz ham. Ishonch va xohish ikkalasi bir-birini birga bo'lishi kerak. Ishongansiz va o'sha amalga oshishini xohlagansiz. Chunki sizga amalga oshsa naf ko'proq, foydasi ko'proq ya'ni. Hayot shunaqa xullas. Prosta bilim kerakda. Hammasiga bilim kerak. Joy-joyiga qo'yib olishga. Bir efiringizda analiz qilgandingiz debdilar. Psixolog bo'lish uchun hali oliy ma'lumotli diplom kerak bo'ladi deb. Hozir rostdan qonun chiqibdi shunaqa debdilar. Qonun chiqibdimi уже? Ha, prostachi, ko'rdinglarmi, baribir qanaqa qarshi holatga kelib ketdi. Hamma psixolog bo'lib oldida. Masalan, biz o'sha 10 yil oldin boshlaganimizda bu ishni bunchalik emasdida. Bu darajada emasdi. Hozir aktrisayam chiqib, blogeriyam chiqib, любой odam chiqib psixologlik qilyapti-da, maslahat berib, nimadirlar o'rgatyapti. Yaxshi, yomon demayman, просто,
Hozir o'rni kelganda aytib ketay. Qanaqadir bitta proyektniyam eshitdilar. Selov yuborib qoldi menga. "Badavlat ayolmi" nimadir degan aktrisa Rayhon Ulasenova, eee, nima o'sha proyektda yuzi bo'lib bergan ekan. Hammadan Uzum orqali to'lov qildirib, kursda darsiniyam vaqtida o'tmay, nechtadir, ekspert dars o'tadi deb yig'ib olib, reklamalarni cho'tki qo'yib, profillarni cho'tki qilib yurg'izib, ishontirib, normalniy dars o'tmay, darsi vaqtida o'tmay, odamlar pulini qaytarib olaman desa qaytarib ololmay, oyiga pul to'lab, o'qimagan darsiga pul to'lab yuribdi ekan. Necha kishi bo'lib уже, yozishibdi ustidan. Hozir ishi ko'rib chiqilyapti deb yozgan. Kunuzmi nimadadir ko'rgan bo'lsanglar. Да. Shuni ko'rib вообще achinib ketdimda qilayotgan ishimdan. Chunki o'zi odamlar psixolog deganda вообще qadrsizlantirib tashlavdida. Mana shu hamma itam-bitam chiqib gapiraverganidan o'zi psixolog desa odamlar ko'ngli ayniyotgandida. Shunaqa darajaga olib borishgandi. Endi bunaqa narsani chiqarishibdi, как бы kurs sotib, moshenniklik qilish. Endi вообще psixolog degani moshennik degan narsa nomiyam qo'shib уже tamg'a qilib qo'yishyaptida. Bitta shu narsa baribir ko'p narsaga ta'sir qiladi. Man o'ylayapmanda, bular xo'p, aktrisa bittasi, yana kimnidir, nimadir-nimadirda hammasi ko'pini qarab chiqyapman, ishi boshqa-boshqada sohasi. Pulini yig'adi-yig'adi, ketadida. Bular bu ishda bir umr shug'ullanmaydi. Lekin biz shu ishda oxirigacha boradigan odamlarmizda. Lekin bizni nomimizga уже dog' tushyapti. Ular просто pulini ishlab ketadi, bo'ldi, chiqib ketadi bu o'yindan. Ular uchun o'yin bu просто. Lekin oxirigacha turadigan odam bizmiz. И bizga bu narsa minus bo'lyapti. Balki mana shu narsalar hammasidan kelib chiqib ham уже qonun chiqqan bo'lishi mumkin. Kerak hamda o'zi bunaqa holatga qonun. Shuning uchun ham, davlatni har bir qoidasini o'zini o'rnida joy-joyiga qo'yib qo'yish kerak. Diplom diplom kerakmi? Bo'ldi. Diplom olib qo'yish kerak. Hamma narsani o'z o'rnida qilib qo'yish kerak. Yaxshi, agar shunaqa bo'lgan bo'lsa. Misol uchun o'sha kursga ham birinchi marta qatnashganlar, psixologga birinchi marta endi qiziqib, shunaqa proyekt endi man kirib ko'rib chiqdimda kontentlariniyam. Spetsionniy kontent tuzilgan, prosmotrlar oshirilganda, ranglar tanlangan, yaxshi ishlanganda bu narsa ustida. Lekin bunaqa narsa qilingandan keyin birinchi marta o'qigan odam уже ikkinchi marta o'qimaydida. Manaman degan ishonchli odamingizgayam bormaydida, bir marta tushib ko'rgan odam уже. Qolib ketadi shunaqa fikrlash bilan ishlamay, psixologlarga nisbatan negativ fikr bilan. Просто bilinglar, hamma narsani, plyus-minus tomoni bor. Hamma sohadayam, ııı, chin dildan ishlaydigan odam bor, moshenniklar bor. Любой hamma sohadayam shu. Просто o'ziznikini toping bo'ldi. Shu главныйsi shunaqa bo'lib qoldi. Ha, qarang, Instagramda ma'lum bir ma'lumotlarni chiqishi siz o'sha ma'lumotga qiziqish bildirganingizni bildiradi. Misol uchun, любой odamni telefonni olib, Instagramiga kirib, u haqida ma'lumotlarni bilish mumkin. Rekomendatsiyasiga kiribdi. Shuna kirib qaraysiz, nima ma'lumotlar turgan bo'lsa, demak shu odam shu narsalarga qiziqadi. Sizga shunaqa ko'p ma'lumotlar chiqishi, demak siz shu narsaga qiziqish bildirgansiz. Instagram algoritmlar bo'yicha ishlaydi. Nimaga qiziqish bildirsangiz, 1 marta, 1 martada bo'lmaydi u. 2 marta, 3 marta nimagadirga qiziqish bildirgan bo'lsangiz, shu bilan bog'liq shunaqa mavzudagi, eee, postlarni, publikatsiyalarni sizga chiqarib beradi. Shunaqa.
Qanday qilib anglashim mumkin? Qaysi man, mmm, qaysi bolaligim yoki jamiyat tomonidan singdirilgan narsa deb savol beribdilar. Bu murakkab, aniq, aytib bo'lmaydi bu narsani. Har bitta odam alohida ishlashi kerak. Bu bo'yicha o'zi dars ham bo'lgan. Bepul dars o'tgandim Teparoqda. No, eng oson yechimi odam o'ziga "Man kimman?" degan savolni berish. Shu savolni beraverasiz, javob tugagunicha. Shu savolni beravering. "Man kimman?" И javob bering. "Man kimman?" Yana javob bering. Javobingiz tugagunicha shu savolni o'zingizga bering. Shunaqa holatga kelingki, o'sha javob qolmasin. O'shangacha shuni yozing iloji bo'lsa. Yozma shaklda. Javob tugagunicha. Keyin o'sha yozasiz-ku, masalan, "Man kimman?" deganda ayolman deb yozasiz yoki "Man kimman?" deganda, deylik, qo'shiq aktrisaman yoki oshpazman deb yozasiz. "Man kimman?" deganda onaman deb yozasiz. Shu narsalarni ham, anglab keting protsessda. Misol uchun, ayol bu просто jins. Bu siz emassiz, bu просто jins. Erkaklar bor, ayollar bor. Jinsingiz bu. Onaman desangiz, bu просто sizni hayotdagi rolingiz. Farzandingiz uchun onasiz. Oshpazman или rassomman или psixologman desangiz, bu просто sizni kasbingiz. Siz emassiz, даже bu ham siz emassiz. Ya'ni siz yozadigan hech narsa aslida siz emas, taningiz hisoblanadi. Ну, yozing, oxirigacha yozing. Hech kimman degan holatga kelguningizcha. Shuni anglashingiz kerak. Oxirgi javob hech kimman. Hech kim ekanman-ku o'zi. Mana shu anglash keladi. Ana shunda ochiladi odam o'zini kimligini, qanaqa bo'lib yashash kerakligini, kim bo'lish kerakligini, ana undan keyin aniqlashtirib, o'zi tanlab yashay oladi. Ungacha hammasi sxema. Tilfuzda yozibdilar. Manimcha, men bugun yetarlicha bilim oldim shekilli debdilar. Bir kunga ko'p bo'lib ketdi. Реально hozir mana man necha minut, 1 soat gapirdimmi? 1 soat nima gapirgan bo'lsam, buchi agar haqiqatdan buni yaxshilab mag'zini chaqsangiz har bitta gapimni, juda katta gap bor har bir gapim tagida. Bitta kurs qilib bersa bo'ladigan narsa borda bu yerda, bilim bor. Haqiqatdan hayotingizda ishlatib, hayotingizni o'zgartirsangiz bo'ladigan narsalarni gapirdim. Aytmayman faqat amaliyot debman. Просто eshitib o'tirmang, bajaring uni hayotingizda. Miyaga bilim yig'gan bilan foydasi yo'q. Hayotingiz o'zgarib qolmaydi. Просто miyada yig'ib, kitobga o'xshab miyangizda ko'tarib yurganingiz bilan. Uni hayotingizda qo'llashingiz kerak. Qanaqa qo'llashgacha tushuntirib beryapman. Просто qilish kerak, bajarish kerak amaliyot qilib. Tajriba. Shuning uchun, hozir men zapis qoldiraman. Qayta-qayta eshitinglar. Aytilgan narsani qilinglar. Eksperimentlarni yozinglar. Natijasini bu dars hattokichi 1 haftagacha sizga yetadi. 1 hafta hayotingizda qo'llab, nimadir o'zgartirishlar kiritib, ijobiy natija olishingiz, nimadirlarni tushunishingizga juda katta yordam beradi. Darsni eshitgan bo'lsangiz ham yana qaytadan eshiting. Umuman boshqa narsa tushunasiz. Ikkinchi marta eshitganingizda. И, natijalarni обязательно yozib qoldiringlar. Hop. Chunki qancha ko'p natija yozsangiz, qancha ko'p kommentariy yozsanglar, reaksiya bildirsanglar, man shu narsa rostdan kerak ekan, yoqayapti ekan odamlarga, или foydali bo'lyapti ekan deb his qilaman bu narsani. Ishimni yanayam ko'proq bajargim keladi. Boshqa odamlargachi, ularga ishonch berasiz. Bunda o'xshabdi-ku, demak, manda ham o'xshashi mumkin. Bu hayotini o'zgartira olibdi-ku, demak, men ham o'zgartira olishim mumkin degan ishonch berasiz. Chunki man agar mana tinmay aytaman, man noldan chiqqanman, hech kim ko'tarmagan,
Men ham yaxshigina qiyinchiliklardan hozirgi darajaga chiqqanman. Iloji bor ming o'zim gapirganim bilan, "Ha, bu gapiraveradida" deb baribir o'zi o'rgatyapti-ku, o'zini aytadida, misol qilib deb ishonmaydi odamlar. No, sizlar ular uchun tirik guvohsizlar. Shuning uchun o'zinglarni, natijalarni, обязательно hayotinglarni qanaqa o'zgarishlar bo'ldi, yaxshi narsaga fokus qaratib, yaxshi narsani ko'paytirib, yaxshi narsani faqat kuzatib, natijalar обязательно yozib turinglar. Yana bitta kichkina qo'shimcha ma'lumotchi, kuzatuvchi pozitsiyasida yashashingizni tushundingiz-a? Siz kuzatuvchisiz, buni bildingiz. Endi siz nimani ko'p kuzatsangiz, shuni hayotingizga tortib olasiz. Ijobiy narsa kuzatsangiz, ijobiy narsa ko'proq bo'ladi. Salbiy narsa kuzatsangiz, salbiy narsa ko'proq bo'ladi hayotingizda. Agar lanj bo'lib yotgan bo'lsangiz, bir ish qilgisi kelmayotgan bo'lsa, mana kimlardir yozdi-ku kommentariyada. Shunaqa bo'lsa, demak siz o'zingizni faqat shunaqa pozitsiyada kuzatasiz. Uxlayotganingiz, lanjligingiz, "Man shunaqaman, lanjman, dangasaman" deb tepadan o'zingiz shunaqa holatda ko'p kuzatasiz. O'shaning uchun kimnidir shunaqaligini ko'rgansiz или o'shani kuzatasiz. Oilangizdami, o'rtog'ingizmi, farqi yo'q. Nimani kuzatsangiz, shuni hayotingizga ko'chirasiz. Demak, o'rniga nima qilish kerak bo'ladi? Aktivniy hayot obrazida yashaydigan insonlarni kuzatish kerak bo'ladi. И sekin-sekin oyoqqa turishni boshlaysiz уже keyin. Qiziqish boshlanadi keyin hayotga. Ijobiy narsalarni kuzating. Hayotingizda ming eng qiyin muammolarni ichidan o'tayotgan bo'lsangiz ham agar, shularni ichidan ham yaxshi narsasini ko'rishga harakat qiling. Misol uchun, zakokachingiz turibdi. Chiroyli, o'shani ko'ring. Ana yerda birov urushib janjal qilib yotibdi, lekin bundoq qarang-da, misol uchun tufligingiz chiroyli, tufligingizni kuzating. Kiyimingiz yoki chiroyli kiyinib olganman, did bilan kiyinganman deng, o'zingizga qarang. Portlab yotmaydimi ana yerda? No, yaxshi narsaga diqqatingizni qarating. Chunki kuzatuvchisiz. Siz faqat kuzatib yig'asiz ochkolarni. Tushundingiz-a? Vazifa kuzatish. Faqat yaxshi narsalarni kuzatish va hafta oxirida или 4-5 kundan keyin natijalarni aynan o'sha zapisni kommentariyasida yozish. Mana shu audioni zapisini kommentariyasiga yozish. Zadание sizlarga. Natijalarni kutaman. Hammaga rahmat. Ishonch uchun rahmat. Efirda qatnashayotganingiz uchun rahmat. Energiyangiz uchun rahmat. Har doim niyatlaringizga oson, yengil, tez yetishib yuring.